Ramazon shukur hammamizga xayrli bo'lsin. Yil 12 oy davomida har doim bizlar bilan birgalikda bo'lsin deb qolamiz. Shunaqangi xonadonimizga keldi. Videoga boshdan aytaman, laykingizni bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Toshkent shahar Chilonzor tumanidan Hamza metroni shunday yonida Qamish restorani shunday orqa tarafidagi xonadonimizni bugun sizlar bilan to'liq obzor qilamiz. Xonadonimizdan mehmonxonasini qaranglar. Yangi remontlardan chiqqan neoklassik holatida remontlari kirib yashash uchun tayyor. Juda ham zo'r. Mebellarga alohida e'tibor berish kerak. Ko'rayotganinglardek juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu bizning bitta mehmonxonamiz bo'ladi. 70 kvadratdan tashkil topadi. 3 xona, 4 xona qilingan. Xonadonimizga shunaqangi chiroyli fayz berib turgan, nur taratib turgan xonani ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ekan. Kabi shundoq rismkasi, rasmlari bu yerda juda ham chiroyli. Xonadonimizdan yanada ko'rkam qilib turibdi. Qaranglar. Ramazon oyi shunaqangi chiroyli oyki, xonadonlarimizga siz bilan menga har doim shunaqa chiroyli xonadonlarda, fayzli xonadonlarda yashash nasib qilsin deb qolamiz. 2 ga 6 balkon bo'lyapti, 4-qavatda joylashgan g'ishli domlarimiz, detskiy plashatkani shunday ko'rib turishingiz mumkin. Transportlari, bog'cha, maktab, farzandlar uchun mo'ljallangan juda ham ko'p kommunikatsiyalarga boy, to'la xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Narxi $80,000 aytib o'tganimizdek $80,000 yana kelishiladigan joyi bor. Bu bizning farzandlar uchun bitta mo'ljallangan xonamizni ko'rishingiz mumkin. Kattagina, kenggina qilib qo'yilgan, remontlariga, har bitta detalga alohida e'tibor bilan yondashilingan. Xonadonimizda Wi-Fi tizimlari ham barchasi bor. Endi biza asosiy eshigimizni qaranglar. Yangi eshiklar qo'yilgan, juda ham chiroyli. Endi bu bizning umumiy bitta yuvinish xonamizda bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, kir yuvish mashinalari, kabinkalar juda ham chiroyli qilib qo'yilgan va mametga chiroyli bitta oyna takoy qilib qo'yilgan ekan. Mebellari ham juda ham zo'r ekan. Hali hech kim istiqomat qilmagan yangi holatida remontlari, mebellari barchasi bor. Ota-onalar uchun mo'ljallangan xonani ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, kattagina, kenggina xonalari. Aytib o'tganimizdek, Hamza metro transportlarni endi etmasa ham bo'ladi. Juda ham zo'r transportlari, juda ham chiroyli. 70 kvadratli ayrim bir narsalar qoladi, ayrim bir narsalarni endi kelishishlarga bog'liq. Okamiz juda ham zo'r ekanlar, xushmuomala ekanlar, xushchaqchaq okamiz, bemalol kelib savdolashsanglar bo'ladi. YouTube kanalimizda to'liq obzorlan xonadonlar qo'yamiz, bizani kuzatishda davom etinglar. Xonadonimizning Instagram sahifasi bor, Telegram, TikTok, hammasiga ulanib olsanglar, biz xursand bo'lamiz. Xonadonlarim juda ham zo'rlarini qo'yamiz. Eng yaqin tanishlarga jo'natib qo'ydi. 70 kvadratdan tashkil topadigan $80,000 dan iborat, ya'ni kelishiladigan joyi bor, mebel texnikalari bilan birgalikda xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Hammalarni yaxshi ko'ramiz, bizani kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.